Nima qilasan bizga osilib? Shimara, biz o'tgan yo'ldan sen yarmida yiqilib qolasan, qancha? Hozir bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Короче, mitti miymi nimadan, o Lilliput bor-ku. O'shani Qirg'izistonga chaqirishib, meni onam qirg'izistonlik o'shdan. Hozir shu videoni ko'rib qoldim. Qirg'izistonda освещение yo'q, mana u deydi, podvallar nagrada berishibdi-da, shuni videolarini уважать qilib Qirg'iziston xalqi buni chaqirishib, nagrada berishib, qo'liga diplomlar berishib, tipa rahmat, благодарность da. Qisa bu mashinaga o'tirib olib ko'rsatib, bu podvallarda yotadi, hamma joyda ol, nikomu не нужный nagrada, unaqa, ko'chada освещение yo'q, bunaqa bo'lgan deb Qirg'izistonda yomonlab kelib chiqibdi. Samolyotini qaranglar, 100-yilda chiqqanmi deb. Lilliput aka, iltimos, пожалуйста, ko'tni bujmaytiring, xalqlar o'rtasiga anaqa tushirmang siz. Negativ. Endi sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. İçaklarim og'rib, kulib, o'lib qolibman. Bitta xotin yozgan. 50 ming yordam berib turing lecheniямga deb ikkinchi сообщениясida желчный пузырем bilan селезенкамni kesib tashlashdi. У меня начались осложнения. Помогите, пожалуйста, deb yozgan. Uchinchisida voy tavba qildim. У меня инфаркт, dedi, 50 ming tashlaydi. Infarkt qopti. Voy odamlar, haligi сообщениyaga o'xshab. Kiyim-kechakka yordam berib yuboring, yerga tegibman deb. Bir oydan keyin erim o'lib qoldi. Ey Господи, не могу. Odamlar aldab nimalar deb yozmaydi, Боже. Господи, o'qinglar. И самое интересное, hammasi bir oyda ichida происходит. Все это bir oyda ichida. Birinchi kuni yozganmi, dekabrda boshida yozgan, 4-da yozgan, bugun yozyapti. Bir oyda 3 ta больницani aylanib chiqibdi bu xotin. Selezyonkasini kestiribdi. Желчный puzirni oxirida infarkt bo'lib qopti, pizdец. Sendan o'zgani suymasin ko'ngil, aldovlaringda, yolg'onlaringda, muhabbatingdan kuymasin ko'ngil. Dunyoning go'zallari ig'isa, o'zimdek bo'lolmaydi tizi.